Assalomu alaykum aziz soliq to'lovchilar, efirda soliq qonunchiligi ko'rsatuvi. Bugungi ko'rsatuvimizni Qo'shko'pir tuman soliq inspeksiyasi bilan hamkorlikda ishlaganmiz va bugungi ko'rsatuvimizning mavzusi mol-mulk va yer solig'i to'g'risida bo'ladi. Umuman olganda soliq qonunchiligimizga ko'ra mol-mulk va yer solig'idan kimlarga imtiyozlar belgilangan? Ana shular haqida bugungi ko'rsatuvimiz orqali ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Bugungi kunda Qo'shko'pir tumanida 50 ta mahallaga 19 nafar soliq xizmati xodimlari biriktirilgan bo'lib, ular zimmasiga norasmiy tadbirkorlik faoliyatini qonuniylashtirish, o'zini o'zi band qilganlarga kichik biznes toifasiga o'tishga ko'maklashish hamda tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash orqali ularning faoliyatini kengaytirish va daromadlarini oshirish hisobiga soliq bazasini ko'paytirish yuklatilgan. Tumanning asosiy byudjet tushumlarini o'z zimmasiga olgan 19 nafar soliq xodimlari 1300 ta yuridik shaxsga, 234 ta fermer xo'jalik, 227 ta nodavlat notijorat tashkilotlari, 20305 ta dehqon xo'jaliklari, 22479 ta o'zini o'zi band qilgan shaxslarga va 34204 ta mol-mulk solig'i hamda 33881 ta yer solig'i to'lovchilariga qolaversa, 1477 ta deklaratsiya asosida soliq to'lovchilariga xizmat qilishadi. Hürmetli hamkasblar, bugungi kunda to'lov xabarnoma to'liq tarqatib bo'lindi. Bu bo'yicha har kimni o'zini ba'zi kunda soliq mobil ilovalari bor qo'llarida shular bo'yicha to'lash tartiblarini tushuntirish, keyin bundan bona hammasini SMSlar yetdi. Turar va natural joyi bormi hammasi bo'yicha tushumni mahalla yettiligi bilan birgalikda joyga qo'yishimiz kerak. Bunun bo'yicha fuqarolarga tushuntirish targ'ibot ishlarini olib borib soliqlarni mobil ilova orqali to'lashni, kelib to'lashni ya bo'lmasa har kim o'zingizda sayt apparat qurilmalari bor, shu bo'yicha to'lov terminallari bo'yicha to'lashni tushuntirib, belgilangan rejani chiqishimiz lozim. Shu bo'yicha ishlarni tashkil qilib, tushumni o'rniga qo'yib, ish samaralarini oshirishimiz kerak. Yigitlar shu yerda eslatib o'taman, shu to'lov xabarnoma tarqatilishi bo'yicha e'tirozlar bo'lishi mumkin. E'tirozlarni ko'rib chiqib, to'lov xabarnoma tarqatilganda hammasi to'lov xabarnomada ko'rsatilgan. Kimning necha kvadrat yeri bor, necha kvadrat imtiyozi bor, necha so'm baholangan. Shu bo'yicha kelib chiqqan e'tirozlarni, muammolarni shu joyga chiqqan holda bartaraf etib, soliq to'lovchini shu kelib chiqqan kamchiliklarni shu yerda hisoblab, shu yerda tushuntirib, soliq to'lovchidan norozi qilmanglar. Masalan, ishlaringiz omat. Qo'shko'pir tumanimizda hozirgi kunda 50 ta mahalla mavjud bo'lib, soliq 19 ta soliq inspektori mahallalarga biriktirilgan bo'lib, ularda hozir jami Qo'shko'pir tumani bo'yicha jismoniy yer soliq ham mulk soliq to'lovchilar 34470 dan tashkil qiladi. Ular hozirgi kunda xabarnomalar tarqatilishi ta'minlandi. Hozirgi kunda 19 ta soliq inspektorini kipay tizimi joriy qilingan bo'lib, kipay tizimida yuqori ko'rsatkichlarga erishgan har bir soliq inspektorlarini tegishli tartibda rag'batlantirish choralari ko'rilib turibdi. Rag'batlantirish choralaridan keyin o'zlarini ishlarini qarab turib, yana qo'shimcha nabobkalar berilib turibdi. Bunda hozir bizda tegishli tartibda shu kipay ko'rsatkichlari past bo'lgan soliq inspektorlarini intizomiy jazo choralari qo'llanilib borilmoqda.